Assalomu alaykum o'zbek futbolining ixlosmandlari, Milliy bom kanaliga xush kelibsiz. Ayni damda like'larini bosayotgan obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Eng so'nggi futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun pastdagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. AGMK klubi himoyachisi Islom To'xtaxo'jayev O'zbekiston milliy terma jamoasidan chaqiruv oldi. Bu haqda futbolchining o'zi Nasabga qarshi uchrashuvdan so'ng Sport.uz saytiga bergan intervyusida ma'lum qildi. Jahon chempionati 2026 saralash doirasidagi oq bo'rilar 5-iyun kuni mehmonda Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi bahs olib boradi. 10-iyun kuni esa so'nggi turda Toshkentda Qatar milliy terma jamoasiga qarshi maydonga chiqadi. Ma'lumot uchun To'xtaxo'jayev AGMK safida Superliganing 11 o'yinda maydonga tushib, 2 gol hamda 3 golli uzatmani amalga oshirdi. Timur Kapazzeni bu tanlovi o'zini oqlay oladimi? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Siz bilan Milliy bom kanali bo'ldi. Xayr, sog' bo'ling.